Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan yana o'zining siz kutgan tarixiy ma'lumotlariga turfa olam. Sohibqiron Amir Temurning vafoti uning qo'l ostida ulkan mashaqqatlar evaziga birlashtirilgan va tuzgan markazlashgan imperiyani tez orada parchalanib ketishiga, shuningdek, ko'pdan buyon taxt ilinjida yurgan kimsalarning toj uchun kurashiga zamin yaratib berdi. Sohibqironning o'limidan keyin unga barcha amirlarning Amir Temurning o'g'li Pir Muhammadga bo'y sunamiz deb ichgan ontlari darhol unut bo'ldi. Sohibqironning avlodlari o'rtasidagi hokimiyat uchun boshlangan kurash naqd 5 yil davom etdi. Bu janglarda Amir Temurning yana bir o'g'li Shohrux g'olib bo'lib, o'z davlat poytaxtini Hirot shahriga ko'chirdi. Garchi Shohrux Temuriylar davlatining yagona hukmdori sanalsa-da, amalda esa u ikki davlat, biri markazi Hirot bo'lgan Xurosondan, ikkinchisi markazi Samarqand bo'lgan Temuriylar davlatidan iborat edi. Bu paytda esa Samarqandda Shohruxning o'g'li Mirzo Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek ko'ragon hokimlik qilardi. Ulug'bek 1394-yilning 22-mart kuni hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida bobosi Amir Temurning Iroqqa yurishi vaqtida dunyoga keladi. Uning tarbiyasi Saroymulk xonimning zimmasida edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Ulug'bek keyingi hayoti davomida ilm zakovatda mislsiz yutuqlarga erishadi. Ulug'bek 1409-yil hokim etib tayinlanganda u 15 yoshda bo'ladi. Shu sababli unga homiy va davlat ishlarida ko'makchi etib shohmalik tayinlanadi. Ulug'bekning hukmronlik yillarida yer soliqlari bir necha barobar qisqartiriladi. Samarqand shahri esa Ulug'bekning davrida katta madaniy rivojlanish yillarini boshdan kechiradi. Ulug'bekning saroyida xuddi uning bobosi Amir Temurning davridagidek dunyoviy fanlar sezilarli darajada kuchayadi. Shuningdek, qurilish va shaharsozlik ham o'z navbatida Ulug'bekning diqqatini chetlab o'tmaydi. Uning buyrug'iga binoan Samarqandda va Buxoroda madrasalar barpo etiladi. Mirzo Ulug'bek Mavaraun Nahrdagi o'z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida 1413-yilda Xorazmni o'z hududiga qo'shib oladi. Biroz keyin esa Farg'ona ham zabt etiladi. 1425-yilda Ulug'bek unga raqib bo'lishi kutilayotgan Mo'g'ulistonga yurish qiladi va Mo'g'ulistonni ishg'ol qiladi. 1427-yilda esa Oq O'rdaning xoni Baroqxon bilan Mirzo Ulug'bek qo'shini to'qnashadi. Bu jang Ulug'bek qo'shinining mag'lubiyati bilan yakun topadi. Shundan so'ng Ulug'bek ancha vaqtgacha qo'liga qilich olmaydi. 1447-yilda Mirzo Ulug'bekning otasi Shohrux olamdan ko'z yumgandan keyin Ulug'bek Xurosonga qo'shin tortadi. Biroq bu jang ham uning uchun mag'lubiyat bilan xotima topayotganini sezgan Ulug'bek Xurosonga da'vogarlik fikridan qaytadi. 1428-1429-yillarda Ulug'bekning farmoniga binoan shaxsan uning o'zini rahbarligi ostida Samarqandda rasadxona quriladi. Bu esa Ulug'bekning falakiyot ilmini yangi va hali insoniyat uchun mutlaqo noma'lum qirralarini ochishi bilan izohlanadi. 1437-yilda Mirzo Ulug'bek hozirgi kunda ham dunyoning ko'plab mamlakatlari oliygohlarida darslik sifatida o'qitiladigan yulduzlar ilmiga bag'ishlangan Ziji Jadidi ko'ragoniy asarini yozib tugatadi va asar shu yili Samarqandda muallifning farmoyishiga ko'ra nashr qilinadi. Ulug'bek rahbarligidagi falakshunoslik maktabining faoliyati o'sha paytda ruhoniylarga yoqmasdi, sababki u diniy ta'limot va aqidalarga mutlaqo zid kelardi. Shu sabab ruhoniylarning aksariyat qismi o'z navbatida Ulug'bekning o'limini kutishardi va shu kun keldi ham. 1447-yilning 27-oktyabr kuni Mirzo Ulug'bek uning taxtiga ko'pdan buyon ko'z olaytirib yurgan o'zining to'ng'ich o'g'li Abdullatifning Samarqand yaqinida uyushtirgan fitnasi sabab halok bo'ladi. Shuning bilan Temuriylar davlatining davlatchilik tarixidagi eng tanazzulli davrlar boshlanib, Temuriy shahzodalar o'rtasidagi kurash yana avj olib, mamlakatni parokandalik tutunlari qoplaydi. Bu haqida esa keyingi sondagi roliklarimizda yana hikoya qilamiz. Turfa olamda qoling. Siz bilishni istagan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.